ketdi. Mana ajoyib qaynab ketdi. Salom, aziz mehmonlar. Rahmat. Mana ajoyib. Rahmat mehmonlarimiz, rahmat. Hoş kelibsizlar aziz mehmonlar çayxonamizga. Kelgan qadaminglarga muborak bo'lsin. Mana men çaychi do'stlar Savirdan imomda sizlarga o'tliq, mehrlik salom. Ajoyib kunlarda bizning çayxonamizga jam bo'ldik. Ya'ni bugun do'stlar, Jumhur millatlarining an'anaviy bayramlaridan biri bo'lgan Chag'an harfsida jam bo'ldik. Yana birsiga Şinjan Energiya Madaniyat Taqtish cheklik shirkati, Şinjan Choy rishtisi savdo cheklik shirkati birlashib ishlagan Choy rishtisi programmamiz hozir rasmiy turda boshlandi. Rahmat. Aziz mehmonlarga rahmat. Xo'sh, mana çayxonamizni shunday chiroyli bezib oldik. Ajoyib ko'rkam çayxonada o'tirib, choy ichish fursatiga ega bo'ldik. Xo'sh, endi bu shunday go'zal çayxonamizning tajidorligini romantik cheklik shirkati alayda o'z ustiga oldi. Romantik rahmat. Şunun bilan birga mana bu çayxonamizni Eren savdo cheklik shirkati alayda qo'llab, mana bu çayxonamizni shunday holatga keltirishga sababchi bo'ldi. Rahmat Erenga. Rahmat. Qo'limdagi shunga o'xshash mana shunday go'zal chinlarda choy ichish fursatiga ega qilgan Janan Pan-texnik cheklik shirkati bu programmamizni alayda talab qildi. Ularga rahmat. Xo'sh, Ana shunday shirkat egalarininki hamkorligida, o'zimizning tirishchanligida ish qilib, shunday go'zal bir muhitni yaratib oldik. Shunday go'zal minutlarda har qaysi mehmonlar bilan jam bo'lib choy ichish fursatiga ega bo'lganligimizdan, shuning bilan birga har qaysinlarga shunday janon chinlari choy qo'yish fursatiga ega bo'lganligimizdan intayin qo'shamiz. Ko'z tegmasin. Choyxonamizni davomli kelib turgaysizlar. Kelgan muborak qadamlarga yana bir qitim rahmat. Kim bu teha? Ya. Hay. Men keldim. Bormi tonka? Ben degan o'zim so'zlab ketibman, bormi? Bugun ma çayxonamizning tunji ochilgan kuni. Shuning uchun shoshtirmasang bo'lmaydi. Kelgan mehmonlarga choy qo'yib, menga mehmonlarni uzitib, anan keyin çayxonamizning o'sha samovarni o'chib qolmasin. O'tirni rost qalab, hargiz o'chirib qo'yma bulamda. Çaylarni chastak qilib qo'ydim, qaytib. Tirishsidilar. Chataq yo'qmi? Pilg'im ishkidek choy vajibmi aka? Bu nima? Bunday ro'z bo'ldi. Bu javlan. Naydi öz yaxshi chaqqan sizlarning ko'nglingizni olalaydi, gaplar bilanmi olalaydi, choy quyibmi olalaydi, ish qilib hammani o'sha choyxonaga salalaydi. Samovarga o'tirib qalalaydi. Tog'am mehmonlar kelib bo'lgan. Ularning keldigan vaqti bo'lib qoldi haqachon, ha? Voy, mana kelibdi. Gapini qilib qo'ysan. Salam. Çayxonamizga qadam tashrif qilgan so'rin ahli. Men adınızda sizlarga sevginib salam. Salam. Bugün çayxonamizga qadam tashrif qilgan barliq azizlar. Habibullah mulla abay taqdiqdan chin ko'nglidan salam. Ay islang mana. Gapni boshqa qildi. Qani marhamat. Bugün mana romantik şirketining romantik qiz xonimlari bizden baldur kep o'ltirib qopti-da. Shundaq. Bugün mana bir ahamiyatli kunda. Bizningki choy rishtisi programmamizningki tunji qitim vujudga kelgan xotir kuni. Uning ustiga sizdanmi choychi markasdagi choylarni bozorga silingan kuni. To'g'ri. Bunda xosiyatlik, bunda ahamiyatlik mushna qutuq kunga bir otgan naqshlaringmi bordi? Naqsha? Choychi bulavamam, shogird bordi. O'zingni naqsh olib kelsang bularmiki. Shuni deyman. Qani be olqishli bilan bir masalada. Adetdan to'g'ri deydi. Bugun mana bizniki ataqliq naqshchilarimiz Ömerca Alim akımı paydo bo'libdi mana bizda. Bular Abdushukurmi paydo bo'libdi. Hech kimdan naqshingizni bek yaxshi ko'raman. Jinmirlaydi, yulduz degan naqshingizni taqmaydi. U vaqtlarimda anglaydi. Shunlashqa bugungi hamda shu choy rishtisi programmasining tunji bitini o'zingning eng bir yaxshi naqshing bilan ochmamsa. Shunday to'g'rimi?
Dün önen ögünüp poptu mu akamış. Nakşığı kegende cep bir aka. Bulamadım. Anım gekil olmaydı. Sanki ügütümüz nakşine. Başta ABK'da X5 nakşı günüp dursun. Keyin biz realistik salımız. Mötüver bundaq dege yada gepini jürübetsek bolmaydı. Muşu çayxanımızga kelgen barlıq aziz mehmanlarımızның izzet hürmeti üçün muşu jürükümdün çıkırıp çayxanımızga atıgan bir nakşam var. Şunu bir rahmet sizlarga Men yaqqanlik bu naqshani anglagandan keyin Ha. hamda mundaq bir gapni bir yadim kelib qoldi. Bu gapni demasek bo'lmaydi. Chunki bizniki bu programmamizniki nomi Choy Rishtisi. Davlatimiz Jungo choy makoni. Choy madaniyatiniki büshigi. Davlatimizniki choy madaniyatining tarixi intayin uzun. Ham buyuk tarixiy madaniyatga ega dunyoga danqi bor. Muşu sebepten biz bugünkidek Choy Rishtisi programmasını layihəlab çıxdıq. Bugün mana bizniki Choy Rishtisi programmamizniki tunji qitim qadam qo'yish. Hem sabirdinki buşnaq choychi marketidagi choylarning bozorchilig'iga xotir kun. Bugünkidek xotirlayotgan, hayajonga cho'kayotgan, muboraklayotgan mushnaq qutlug' kunlarda sizlar bilan jam bo'lganligimizdan intayin xursandmiz. Rahmet aka, rahmet. Hoş buldum. Qapqa tuqqu bilibsam yaxshi ekan juma. AB'nin ama takıt koygamda 3 gün aş koysan doğru sözleydiğin buldum. Ko'sak amra semiz vaqtlarimda haqiqiy tamoq degan yeb lag'manlan yeb kesh besh yerimda o'tirash berib yeb dabo degan gap yo'q. Men bag'a so'rinlarni emerjilkan bo'ldi. Haklısın. Kech soat 11da uyga qaytib yana iliq lag'mandan bir taqs yeb etib 1,5 soat televizor ko'rib etib uning kendin yana uxlaydiganga yotganga bir girdi bilan bir ko'chang shiydi. Qo'saq ichilinib ketsa ashad yelinib ketsin deb uni ilolmisiniz. Uxlayotganda qo'saq ichib ketsa qo'pab inshonni qishig'irib yeydigan deb yana piyoda inib keldigan Bir avarçılık. Nidirsanlar qo'shqamachiqda. Bir qitim nonni ilolmay tashqatdim xotinni yeb qo'ygan. Ay bizden ma AB'nin iştiğine bilgendeki bizden mahalledekilerimi AB kiyatkamsa küçük ballarını üye kirgiziyor. Gacap koymuşsundur. Oşta deydi o, şikaylık balısı tuğulgan bolsa, açıcılık qilib kelsa, şikaylık balısını meşki çaplap yiyip bal tapkın oldu. Tolu jığılgan ballarını AB geldiniz toktaydı keşke. Ama rast kuşkam içip kelsi vaga, tamak yediğin yerge 1 saat ba desem de o maylıqırak şapak tepkiye geldim, küzem ut görünüp gündü karıştı. Meyva da limini vaga bile. Daman qo'shqa ichib kelsa, bu qurt qo'ng'izim yavalliq olib. Ya o ne elbette yani. Qurt qo'ng'iz deganni biz ham shag'amraqroq biz dengizning bo'yida olgan. Şağamı yapmışlar işte. Öyle tutat emrasmay, longşalanı isip koydu. Shag'amraq bo'lg'achqa ballar to'liq ballarning ismini Shakir qo'yib oladi tarafdan. Shama Sharaf degan biz yer bizning chiqishlar kelmamash kelib bir yalik. Tadı bilek ana başka biz tuqqandan ballar. Şahanımız bayan, Şağamız. Ballan erbilik besim Şam'ın Şakir'deki hakkımızı bir demez. Nakışçılık ve abla Şakir'e Sonra galaş taksın miyek şahadım bizni kıstırıp aldı. Etken çayın bir tal şata şiftimiz bu yerde. Ha başka yerlilik aşmanta dedik o bizden suydunlar şamanta. Ya ben bu oylab kaldım. Başkalarının açımı küldürdük ama üzemini mi küldürmeyme. Parça mişek işkital uzun bir tak neyse peyda olup gitti bir tak koşumam tırıp yürüp. De bir günü üzemini eğne karıp küldürüp değiliktirip kılıyor. Hemen kızık balıkken ben. Hadi üstüm çıksa üzemini küldürüp oynayamıyorsam yan kızıyla. Külüp değilik kıpkalım ha. Bek külüdü hazır. Abi bu takıtık sözlergen bilen taz yaxşı bolmaydiken. Takıtık mağım ziyan kıp gitti. Biraz öyle olsam özüm güzel bir takıtık yakvetmişsem ertesi benim kuşacak. Onun üstüge kayıntamның ayağının kızı bilen vakırışıp kaldım bu da. Katık vakırışıp tılışıp gitti. Tılışıp nimdeydi o? Siz kalıdın toluk ketke edem. Daladan çımış takıtık sözgeç çonmavatısız da katık. Biz jigimizin konuşup beğendim günay kaçta deysiz. Bolam
Akillik açtı o. Eğri kepti de. Bunu saplaganın paydısı koş ve kağın işki balı oldu. O işki balını mesela ben onun takıtık terbiyelemedim ama. İkisini terbiyeleş usulü okşamaydı. Küçük vaktlarda küçük yaş, çoğunu 7 yaş vaktında ettiğince git keçti kirsem apıs kalkşaydı. Ey siz bu dansı oğlandı ki yaksınız ondan melli karandım bula kap kılıp beni. Degendikken bizden oydu. Üç kız men yalnız oğalı oğandıkken. Kızımın mayakka, apısım mayakka takızıp ikisi yakılıp. Ey! Kendimi yoğancılık. Ha? Hakasının aldı bilen tanışkını 7 yıl oldu. Keyni bilen hem 2 yıl oldu. Bu apan bilen tanışkını bizge 15 yıl oldu. Apan tanıydığı vaktim bir sene tanımaydım ne var ben. Ben balam kalam demeyim kimin bilen tanıştığı vaktim uzun boş şununla yakşı yutuma çap para oturup yutup. Rast tanımaydım şuna ulan ne? Ya rast apsın tanıydığı vaktim körüp şem gün kırpak mı ulan? Öyle peyda olap kulüp de öyle de koydum. Peyda olap kalkarsa karap koygan koşuası olurdu o valla. Bunu öydeki emminimisi ben de üzem dillam çömini ki. Yatak yok. Yüzü yantık varan kıp koyduğu yerleri var bizge. Dep. Vay kim tanıydı o dep turvasak. Bak zerikken bolsan iyi bilken beylitem zayak. Ola da zerikmeyemiz. Sen ha tanımağanını doğru düşünmüş ki. Sen kosak amara koğandıke ballarını kandan çoğup kalın okumayız dedi. Öyle mezgil tamak bile okup gettin amesin sen. Kosak bilen şu aşağıda bu kettan. Kalben bombagan diken. Onu könglan buzma afka monşlip gitse hem de. Doğru düşünmüş. Onşlip kessem. Onun için kessen ısmanı şabayı göz getir. Allah. İsam kamdek fırnalı koydu cum. Sıkılıp ahırı beykini dönüyor. Ebey. Şabanı şabayı be. Şabe us bulduk ya. Endi nima deganda bizning g'uljilda ism qisqartirgan yaxshi bir odat bor. Mana Münevver was Mine. Zülmira was Zümeş. Abdülkerim was Keri. Yar Mehmet was Yari. Sevit kanalız Mehmet'ni Mişa, Abdülgop onu Antun da çağırdı. Bu Habibullah benim ismim. Ebeyge özgürep kaldı meyilli dedik. Ebey deyiş koşak mı? De koydu Allah var. Karayın mı? Mi dikişi yok ha bezimi takıp getirganlar. Nima degan tez qaranglar kulkilar. Shunda choyxonamizga ishilib kelgan me'morlar 100 yosh yoshirib ketamdiki deyman. Umrga umr qo'shilibchi, kulib bersa odamning umri uzraydigan gaplar bor mana. Shunda kulki chaqchaq uzilmaydigan choyxonamizda hammanglarning uzun umr ko'rishini bak umid qilaman. Adil aka, choyxona ahli. Mundaq gap. Bugun choyxonamizga har yerlardan shundaq esil me'morlarimiz qadam tashrif qilib shundaq chiroyli choy ichib o'tiryapmiz-ku. Paranglarmi yaxshi bo'lyapti, naqma kulki chaqchaqlar joy-joyida bo'lyapti. Endi choyxonamizdan kim shu hurmat to'rida Qaysar, Xabar, Anvar qatorliq bizning kim shu el ichida tonilgan san'atkorlarimizmi hurmat to'rida o'tiryapti. Endi ashlarniki esil bir naqshidan biri huzur ag'am bo'lsaq degan bir arzuyimiz bor aka. Marhamat. Salamimni ettirip nigarimge Kuzi aydek, kuzi çolpan Minim aram canimge
elvan kiler de bu destxanimga tezdimni mutal elvan kiler de bu destxanimga gelse meğer turna men xat assam qanatiga ilip barsa şu veyran yürek zardab şarimge şarimge bana söygü eğligen şu ya ölmüşsün ay hıpma bana rahmet eğligin bulbul kalmgin babalimge bana rahmet eğligin bulbul kalmgin babalimge kalmgin babalimge Vay bekbelel, Acayip bir bekbelel. oldu. Adlaka. Hoş. Şu çay eriştisi programımızdaki en çok tacıdarlığını romantik şirketi alaydı üstüge aldı emesme. Hem de şu Gülçıray hanımla mı oturmadı şu romantik şirketininki romantik kızları. Bulanın mı hakikaten bizninki çayxanamızga deydigan hakikaten yürek sözleri var. Muşlarning bir hikayelerini bir anlap baksak, romantik degen nima uchun romantik bo'lib qolganligi, bundan keyin bizning çayxanamızning yana qandaq bir romantiklarga to'ladiganligi to'g'risida bir uchurlarni berib bersangiz ajab emas deyman. Hoş. Anlayla. Merhamet. Salam ustozlar, salam barliq aziz mehmonlar. Romantik so'zchilik shirkatimiz hammamizning Çay eriştisi programmasining qurilganligini qizg'in tabriklaydi. Muborak bo'lsin. Esel, rahmat. Romantik şirketimiz aile perdaz buyumlarını asas qilgan şirket bo'lib, şirketimizde asasliq perde, yapqush, dasturxon, xonim qizlarimiz eng yaxshi ko'radigan uy ishchi, zib-zinat buyumlarini ishlab chiqarish, setish va setishdan keyingi mulozimatni asas qilgan şirket. Şirketimiz 2018-yili 5-ayning 8-i rasmiy qurilgan. Şirketimiz ma yil 5-ay kelsa jami 3 yil bo'ldi qurilganiga. Şirketimizningki qurilishiningki asosli sababchisi bo'lgan bizning abimiz kichigimizdan mush kasb bilan shug'ullanib ekandik. Undan keyin men oliy maktabni bitirgandan keyin shu atrofimizdagi kishilarning mush kasbga ehtiyoj ekanligini bilib, zamonaviylashgan holatda shirkatimizni sistemli qilib romantik so'zchilik shirkati deb oldirib qurib chiqdik. Undan keyin bizmo izchil yangilik, o'zimniki go'zal san'at jihatda alaylikin bo'lganlik uchun rang moslashtirish, uy ishini saramjonlashtirish jihatlarda o'lchamli holatda xonim qizlarningki turmushi qulaylik olib kelish uchun shu shirkatni sistemli holatda mang'izib kelyapmiz. Qisqagina 3 yil ichida shirkatimiz tez taraqqiy qilib, har qaysi joylarda bosh obraz do'kon degandek obraz do'konlari ochilib, tez orada taraqqiy qilib, romantik markamiz yomon emas tanilib qoldi. Romantik şirketimizdeki asaslık başka şu uy işçi zinnat buyumları bilen şug'ullanadigan başka kasbdoshlarga nisbatan aytganda bizning alaylikimiz bo'lsa, uy ishchini biz o'zimiz laylab beramiz. Masalan, uyning ichidagi hozir
öy içige nait ahmiyet beriyatımız. Bulupmu hanım kızlar öyününki naiti güzel, romantiklik halatda buluşunu nait ümit kıldım. Şu halatda biz öyününki şu maslaştırış cəhətdə, rəng maslaştırış cəhətdə hem adamın tuyğusu oxşaş bulmaydı. Bazı bir adamlarınki, bazı bir hanım kızlarımızınki rəng maslaştırış, Seremcanlarını cay orlaştırış cəhətlərdə qiyinçilik uçuraydı. Biz muş cəhətlərdə aldın öyününki layihəsi özününki öyününki muş bezlişiga asasen rəng maslaştırıp durup pərdələrini, yapqışlarını, barlıq məsələn şu gül, uşaq düşək ilqi quyduğan bizək buyumlardan tartıb maslaştırdığanğa biz aldın xeridanın inkası boyunca aldın təlbin anlap durup şu boyunca mülazimət qılmız. Bizning alaylikimiz muş şu. Oy, Allah alaylik varca. Demek bu şu her qandaq bir aileni şu bezep dep qas açta romantik qilib sizlar shundami? Şundak. Ay bo'ldi. Haqiqatan aytingizning bu vaqtda deydigan azroq gaplar bog'i deyman, ha. Salam ustozlar, salam şu bugünkü çayxana programmasıga qatnaşqan barlıq aziz mehmonlar. Hammalarga mendan o'tliq salam. Hammamiz çay rishisi programmasıga daxil bo'lib o'tiribdimiz. Şundaqla bizningki romantik şirketimizning şu çay rishisi programmasının tajdorligini algan ham tunji sonini suratga elish suhbatida o'tiribdimiz. Men o'zim şu romantik şirketiningki hamda direktori hisoblamış, umum ishlarga mas'ul. Singlim qurg'uvchisi, romantik şirketining barliq keltiruvchisi, men şirketning asosiy qatlam ishlarga bevosita mas'ul bo'lg'uchi xodim. Bu şirket qurilg'ili 3 yil bo'ldi, biroq uzun şu arqisab kelish manbasi 20 yilga yaqin bo'lib qolgan. Demak, bu şu romantik şirketini aslidagi oilaviy iyilikni taraqqiy qildirib, hozirgidek romantik şirketiga barliq keltirdik. Aslidagi şu oilaviy iyiligimiz bo'lgan, ya'ni şu opamninki izchil tashlab qo'ymasdan izchil şu davomlashtirib kelayotgan oilaviy kasbini singlim oliy maktab bitirib qaytib kelgandan keyin albatta şu oiladagi şu kasbning ichida cho'ng bo'lganligimiz uchun izchil şu kasbninki ta'sirida cho'ng bo'lganligimiz uchun bu kasb bizga intayin tunish bo'lgan, intayin bizga birdan-bir şu yeqishliq har qanday bir kasbdan tunishliq bo'lganligi uchun biz mush kasbni o'z kasbimiz qilib opamizning qo'lidan elib buni bir daraja shu zamonga moslashtirgan holatda taraqqiy qildirib mangduq. Gerçi romantik şirketimiz qurilg'ili ait qisqagina 3 yil bo'lgan bo'lsa-mu, bu kasb shu izchil jamiyatning ait ehtiyoj qatlami bek cho'ng bo'lganligi uchun bizningki bu kasbimiz sistemlashib, shirkatlashib, bozorga tushgandan boshlab nayt tez taraqqiy qildi. Chunki bizning bu kasbga, bu sohaga, shu mahsulotlarga ehtiyojliklar intayin ko'p. Anladingizmi, har birimizning uchisi kiygan kiyimga o'xshash, har bir uyning go'zalligiga hozir intayin bek e'tibor bergan bo'lib ketdi xonim qizlar. Har bir uyninki, har bir oilaning go'zalligi uchun biz bir kishilik şu bo'shliqni to'ldirib kelayotganligimiz uchun tez taraqqiy qildik. Romantik şirketimiz qurilib, dastlabki 10 necha odam bilan ishlab chiqarish, shirkatdagi 4 odam bilan xizmat qilish shunchalik jarayondan hozirgi şu ishlab chiqarish o'rnimizda 70-80 gacha ishchi xizmatchisi bor bo'lgan. Butun Şinjan'da, butun rayonimizda mingga yaqin vakolatchisi bor bo'lgan shunday bir shirkatga aylandi. Ham uningdan sirt yana shu turlar bo'yicha ishlab chiqarish, uylarninki alaydligi, pasun alaydligi, rang alaydligi bo'yicha turlar bo'yicha ishlab chiqarishni asos qilgan bo'lib, Poskam naisida bir ishlab chiqarish bazamiz bor. Uningdan sirt Urumchining o'zimizda bir ishlab chiqarish bazamiz bor. Onundan sirt yana ma'lum bo'lgan turlarimiz ishkir o'lkalardagi g'olliq bo'lgan zavodlar bilan hamkorligimiz bor. Bizning shirkatninki shu mahsulotlarimiz turlar bo'yicha shunday bo'linib turib ishlab chiqarildi. Ham har bir oilaning alayidligi shu o'zining xosligi bo'yicha birga bir loyihalab mulozimat qilishni asos qilgan shirkat. Romantik şirketi o'zininki amaliy taraqqiyotni so'zlab o'tdi. Ko'z oldimiz kevatıda, mana anisi o'ltiribdi. Asli iyilik tikilgisi anisi.
Şu. Bu bir ailevi küçük bir karxana emas benemde. Soda ailesi. Soda ailesinden terakki kılıp Şaoxing'de cazu çiye bu. Küçük tipki aile karxana. Hazır emde bu muşundaq bir Japan çekken bir anısı olturup muşundaq mükemmel boğan tecrübelerge iyi olgan hadisi qap qılıp turup nima uchun oliy maktabdan bitirib kelgan singlisini baş lider qilib buni tayinlaydiganda hozir davr o'xshamay qoldi. Endi bu yoshlarniki hozir ang saviyani nuqul asos qilib turib tajribani ishkin mukammallashtirgan chog'da xuddi hozir internet so'zi bilan amaliy so'zini birlashtirgan chog'da tez taraqqiy qilayotgan o'xshash bu bir yaxshi bir nuqta bo'ldi. Nurg'un shirkatlar sizlarni o'rganish kerak ekan. Endi apınızdaki, atalarniki kichik vaqtida qurgan shirkatlari, dükkanları o faqatla jiq o'ylamaydi. Uyning pardasi qancha metr bo'lsa shuni kesiblar. O'zi nima desa, shuni berdigan. Shu xaridorning og'zidan chiqqanini berdi endi. Qag'inim o'ylashmay ketmaymiz. Hozir undaq emas. Mana shirkatning uyning qurilmasidan tortib, uyning rangidan tortib, shu uyning egisi xaridorniki psixik mijoz qiziqishiga, yoqtirishiga asosan o'zi loyilab berdi ekan. Loyilab andiki qandaq nusxa, qandaq rang, qandaq tutsangiz bo'ladi. Qishda qandaq, yozda qandaq, uning har xil o'xshamaydi-ku. Men Parlanatga yaqinda qishliq, yozliq degandan men yaqinda tutdimcha. Hozir shuni anglab olganda davatdim. Bu har xil masalamizimiz zalimiz qarayli. Mushlar amaliyat to'rt tam. Mushnaq bir pardalan ishitganimiz ajoyib bir rang tuzildi. Bu perdonmasa öyle hakanca milyonlar bir isim neslen tizip alsakma, kutlulik bütün girin kılıp ayarlar levsirip sökümügendek. Er kişiler kaçtım buradaki galaksini takılıp bütün toşek gibi vakandaki işçi olur. Bir maskenmeydi. Doğru. Zade her kandak çoğun halk sarayları olsun, mel çoğun restoran, mihman, 5 yıldızlık mihmanlı olsun, mel aileler olsun, hazırlıklı köngülsüz zalı olsun. Barlık yaşavatkan muhitте perdesiz hiç kandak bitmeydi. Perde isilip boğandıkken andikin bunu assak bulucu kız lentini kesip perde asmayıp açılan hiç kandak yer yok. Bu bir nayeti ihtiyaç zor bir kesim. Yani bulanın mol tecrübelerine asasen misalımız anda okup gelgendikken cemiyetimizde ihtiyacı terakkiyatta karta bulama andikin özünün tayarlık var. Menimce bulanma bizge nayeti bilgen vaqt münasebetinden qısqa sözlep qo'yadi. Bunun deyken bizlerin yana taraqqiyot nishonini bo'lishi mumkin. İşinlarga omad tilaymiz. Rahmat sizlarga. Mötəbər adlı akimiz acayip çaraylık teyze geplerini qilib berdi mana. Romantik degan gaplarga adamga bak yiqishliq o'g'ashqimi? Bak shunda tabiiy deb ketdingiz lekin gaplarni. Özüm romantik yaşayan adam. Şunda bir yeri var. Handiga muşta kızıp dursa, şunda mimarlamışta lıqqıda tolup oturup berse, sodalamışta yürüyüp kesse, bizim bayır degende muşta hemkarlıqni kengaytip, hem yerlerge tarmaq çayxalarımızı içip kessek nimdege yaxşı ya. Hem de çayxanımızda, çayxanın mötübürümüzden başka yana bir mötübürünü kep qaptı aka. Ömercan Alım akimiz. Ömercan Alım akimiz bugünkidek çayxanada çayın hem de quruq içmey ancha-muncha bir naqshalar bilan içip bersek yaxshi olarmiki deyman. Hamma mehmonning ko'zi Umarkamda turibdi. Salam dostlar. Hammanglarning chag'an bayrami muborak bo'lsin. Bugun inim Savirdan imomning Çay Rishtisi programmasiga qatnashganligimda intayin xo'shalman. Shuning uchun bu programmaning buningdan texnik xalqning olqishli programma bo'lib kelishini chin ko'nglimda umid qilaman. Rahmat. Tapalmadım edimni cigdilerden aynigan Tapalmadım edimni cigdilerden aynigan Yalan ayak oynagan
Şu izlerim nerede var? Yalan ayak oynayan şu izlerim nerede var? Yüreğimde iz kaldı. Biz emas mümbet kaldı. Berbat oldu muhabbet, gül ornını cüt aldı. Berbat oldu muhabbet, gül ornını cüt aldı. Yarılandı bu yürek, yarılandı muhabbet. Yarılandı bu yürek, yarılandı muhabbet. Yar ornida ey yurtum, kelgin meni bag'ash. Yar ornida ey yurtum, kelgin meni bag'ash. Kaldım Adılka. Nimine? Bir işnasını his qilib qoldim. Bunday qarsam, ba'zilari daha qiladi, ba'zilari keyindan chiqimda saladi bir o'rim qiyg'isi bo'yicha bularni. Menda qala, yakimiz ba'zilari opli bo'lgan pul so'mmoqda, qo'ng'avasan bo'ladimi, bularning bir yerlarda arviman bormidi deb izladi. Bundosh bir naqshambat ertolaymi. Adil sen insan birinci olab men o'rim qilaman. Birinci olab o'rim qilaman adashman. Allakam naqsh esim bo'ldi, arviman oldi qo'yib esi bo'ldi-ku. Sen hammadan g'ijak bek chivitdan. G'ijak bek chivitsan. Yetime naqshinde. Adlıkam adet Ama öğrenmenin köpek geleyine. Ha, gapma mo'yimi yeriga kelgan hozir ya. edemden ikili kız kepsiz ki. Ben deyman. Birini bermez, bek ahmet bermen. Rost bek ahmiyat berdi. Demisman endi o'sha o'rim berdiganlarmi bor da o'ylab baqsamchi. Bormi da? Bor shularning ismini bir atib o'taymi? Amal yo'q bermay. Voy, das mening bir naqsh o'rnashtirib qo'ya, dash qapim. Ha, telefon cho'qib o'rlaymiz shunday deyman ha. Unda bo'lsa o'sha o'rim berdigan shirkatlarning ismini men bir atib o'tay, o'zingni bilan qarab qo'ysanglar bo'ladi. Unda bugun o'sha choyxonamizga alayda taklif qilingan bizningki shirkat qurg'uvchilari shundaqlar jamiyatimizda shirkat qurib yaxshi bir to'k bilan yaratayotgan bizningki shirkat liderlarini men bir tanishtirib o'tay ha. Şinjan Canan Pen Teknik Çeklik Şirketi'den Meremnisa İmin Hanım bilen Mevlan Tohti efendim. Ürümçi şehirlik pervişkar yaşanganlarını kütüş asraş mesuliyet çeklik şirketinden Asiya Hanım. Şinjan Yengnur Biyoteknik Çeklik Şirketi'den Ahmet Memtimin efendi. Şinjan Mahir Karxana Məsləhətçilik Şirketi'den Mahirə İsmail Hanım.
Yana bir tanıştırgan bir aziz mehmanımız olsa, bizning o'sha çay rishtisi programmamizni alayda qo'llagan, ya'ni 1 yil qo'llagan alayda o'rin, ya'ni shirkat qurg'uvchilari Şinjan Eren Sodiçeklik şirket qurg'uvchisi Nasriddin Apandi bilan ijroiya lideri Munira xonim muborak bo'lsin. Qarshilaymiz, rahmat. Adlaka mana shu alay taklif qilingan bizningki korxonchilarimiz hurmatli o'rdan o'rin olib o'tiribdi. Bularning ham shu bayatınıyağı mehmonlarning ko'nglini elish uchun alayda muzikalarni elib, yangroq ovozi bilan hammamizdan ko'nglini uftibatgan san'atkorlarimizga berilgan azraqdan ko'ngil so'g'isi bor o'xshaydi hamda bag'aqcha aytganga qaraganda bir qabul qilsak bo'ladimi? Albatta qabul Şunu qilamiz. deyme vaqtida. Vaqtida qabul qilamiz. Endi o'sha Savriddin imomning 1 yilgacha qo'li talmay choy demlab berishni umid qilib, bir choy qutisi keldim. Shuni bir so'qib etay. Oy, balalar, oy, bunday gaplarlar. Endi şu kelgan aziz mehmonlarga korxonchilar ko'ngil so'g'atlarini bildirdi-ku. Endi bayatning yog'i men sal zat atib qoldim. Men shu kelgan mehmonlarga men so'g'at bermasam saat turamiki deyman. Quruq choylar Ben yo'q. bayatni shuni o'ylab o'tirdim. Shu quruq choylar yo'q deb qo'ysak uni kelib qolar. Shunga bugun shu sahnamizga alayda gul qo'shgan aziz mehmonlarga Ömerkam, yani Ömercan Alim qatorliq erlarimizga shu erlachiyimni Dilara Abdüşkür, şundaqla bugün tacidarlıqına ağam bizningki sahibxonlarimiz, Mihray qatorliq aziz mehmonlarga, analarımızga, xonim qizlar chiyini bir so'q qilsam dedi arzuyim bor. Mana berayman. Siz bilimlardan yeb ichib Kortdan kayni kadamda ko'tarib. Beshik turibli qayrib qolgan bir buvoqlar bor. Bir opak odamning endi bir qora odamni o'tirib ketgan. Madamki birdan qolsam jonanda choy ichgim kelmaydi. Jonan markalı mis cho'gin qo'shlaydi. Eylaq yerlik çayını içigi taşıp etip gıybet qilib pişirgan çay. O töbe dotlaga qaysi shirkatdan akasiz? Qo'y kilo olganda ko'tarib. Ya otaga appak bolama. Oppak bola bizik. Sufu zavoduna o'xshaydi. O balı özünün şirketini tapamay жүрген balım. Mandar qarza deyme adam uxlatqanda ko'rdi ekan. Aşağı turib dutan apırıp bireli köz uykudan etip bireli. Ana beşini sılap turib qanda qılamay degan naqsh etmesin. Mushakimiz bo'ladi degan nima zamaqilda kulib. Degan konuşa bo'ladi. Dimshi qilsam qashdiyak tegmaydi bu. Siz janam chimsiz aka bir qitim bir jidallar biratlar chini chiqib boqmadingizmi deyman aka. He? Odat janan chiqlishdan beri neden mushakimiz chiqib dedik. Töme qatışı var bana zanjil bağlap qo'ygan. Chaqalmaydi, tash yutolmaydi. Bizga ma'ni setib bular o'zi cheklamaydigan chini ishiltdi. Qarqanda u yana jidal chiqqanda edi. Jidal chiq emas, kechdi pul sanab so'qishib qoldi. Jannatdan o'tib ketsa chaqchaq kelmam ekan yoqqa. Cho'ng ayollar chaqchaq qilmaydi. O ayol emas, sendan kichik qiz bu. Ya ensirdim bizden çoğunlar bilen bir çayda oqamiz. Bak Ömercik hep çaqchaqchilarning jo'ton olganki ko'sib turadi. Men ashtaq ishtik o'tkazib demak korxonchilarni. Degan chaqchaq yaxshi bo'lsa, menda 3 nomer ta'til aka. Farqidek nomerin qolmadi sen ham. Nomeri tugidi 12 nomer. Bakın chirayim jeriman chiqadi. 12 nomering tugab, yamchiqning astarlar o'rilib ketibdi. Umi shu korxonchilarning ishi aka. Korxonchilar Chinidan boshqa bir şey beğenmekes kesildi. Chaka bir chaqchaqim kulmaysiz qo'y. Qo'sqa ichib ketganda kulgan olmaydi. Xeyber shundan chaqchaq ko'tirdi. Chaqchaq qilmaylar aka. Tatan ichilib demadan kichiklardan qistiydi. Bundan sonra bir şey dedik ki barliq ustoz akallarimizdan chayqanlik mehmonlarni o'rimtik ishga umr dab baqayman aka.
Endi bu Isamkam degan hurmatli sazovor ustozgo, cho'ng ustoz. Bir mening demetlikli bir bola Isamkamga adabsizlik qilib qo'ydi bir kun so'rinda. Qo'ldirumka Isamkamga sharob sunib qoldi demdi. Isam aka, xush keldi dem. Undaq tushsin o'rni yo'q, Isamkam cho'ng ustoz. Isamkam oq ko'ngil odam, "Voy, ichavatsin sun. Bildim men dadangdek adam ichavatsin sun" deb qo'ydi. 15 minutdan keyin yana shu bola. Isamkam qarablar birini qo'yib, "Isam aka, xush keldi" dedi qara. Ve nimanda lazım esulluğa nimam bu. Ve bildim ben dedemdek edem buldu hikayesini sundap koydu. Yani 10 minut yeni birini koyup öyle koy mesut gitti mi kalızdan birini etme İsam kam karab. İsam. İsam hoş geldin. Sarang senin zakuz kangma men deydi. Bir gün ma sorunda bir minko kam bola İsam kamga golayını yutib kaptı. Yenilikte İsam kam deydi. Şikalda oturdukken bu korkunçki qanay. Kim ölse, "Vey, goley" deb chaqirib olgan. Isamkam chaqirgan kim bir demdi. Ama kettuganmapti de, "Vey, bu Isamkam kettuganmapsan" desam, "Vey, kettigan emas, murakkabgina va. Men uyginanmadim" deydi. Amsi ketganda qanday qilib atsam, "Keyni götepli goley" deb qo'yadi. O'sha Urumchigan bir kesib bir tirishay. Qazinay mishaq bir cho'ng shaharlar tirishay deb keldim go suydan nayin tashlab. Bu yer kelgandan keyin bir uy ijara ish to'g'ri kelib qoldi menga. Qarsam bir buvimizning uyi ekan, yolg'iz buvimizning. Tepedagi uyda yolg'iz men turmanka ijaraga bergan, tegidagi uyda o'zi turdi ekanda. Bo'li deb turib qoldim. Biz ham yosh bola bo'lgan ekan, so'rinni kash qilamiz ekan. O'rinli qilib karavotning tepaga chiqib, oyog'imni tok etitaman ekan, tok ovoz anglab, voy bir o'g'ni ketdi ekan. Aytib qo'ygan dedi. Bir oy o'tgan keyin ko'shkina bo'ldi sen dedi. Nima bo'lsam, kunni kash qilgani azdab adamning uyqusini buzib, oyog'ini to'kiltib etib, o'q tutsa ekansan dedi. Voy, diqqat qilay, chonida bir oyog'ini ishgan deb shu kuni naq kash qolibdi meni so'rinda. Uyga kirib, oyog'imni to'kib etib etgan. Voyni gibi esimga qilib, yana bir sasda qo'yib qo'ydim. Tong atgan 5 o'g'anda darhol ko'chib kelganda bo'ldi. Nima bo'lsa, boshqa vaqtda maylda to'kilib etib bir o'g'ni qo'ydim. Oqshom bir nechta yana bir saqacha ataka deb tong atib ketdi. Majavla inin yana yaxshi bilgan shunda unda ichildi. Ömerca alım şunda orada içilip bedi. Akımız. Konu olsudu, yeni bolsudun, yumurdun birini depire ya. İsil ağlaymaz. Başlangıçın malumi ve değer sütuatip toktapla tuyuksuzlan ballaneki kelgüsü arzu armalların toşturdu kendi. Sen çoğuğan nim bulsa, depla Osman orun oldun tura. Sen çoğuğanda nim bulsa. Malum, ben çoğuğanda ticaretçi olup ben. Ticaretçi olup cık pullan tepip hutundun birini alıma. Elip yani cık pullan tepip pazar çıkan kiyim keçekinin en modusunu hutunum giyip birimen. Zıbzınletinin en katısını hutunum giyip birimen. Yani nurgun pullan tepip şahşehir pullandın birini sitiyolip hutunum neynimde takzıp dünyanın en meyirini aylandırma etsem muhalim meyran kaptı. Oğlum, arzularına bek kattıkenmiş, arzularına yetiş için damla tırışkın, olta kızı. Aynırsız ornunuzdan turun ha. Ornundan tuğan diken, siz çoğuğanda lim bombakçıyız. Zata tavattı men. Oynamız zata siz devrim. Men çoğun boğanda Osman'dan xutlu bunu men. Endi şu mehmonlarimizning bu ko'ngil arzusiga ebay og'aynam gitar bilan langman naqsdan birini o'rlab essa, o'sha romantik bir holatga bir kirib kelsakmiki deb o'ylayapman aka. Asmandaki çolpanın şam çerağı var mıydı? Yüreğimge karap kıygen dağı var mıydı? Şıldır şıldır kumuşka otlu yaktın nimişka köngü vermey şu yağı taş sevettin nimişka seher vakti bir güzel yar bilendi sen güzel sevgilim şu yüreğimde bu seher vakti bir güzel yar bilendi sen güzel sevgilim
vakti bir güzel yar bilendi sen güzel söylenim şu yüreğimde bu sever seher vakti bir güzel yar bilendi sen güzel söylenim şu yüreğimde bu sever Qaynab ketdi. Bugungi çayxonamiz ajoyib qaynadi. Ajoyib bir xo'shal kayfiyatda o'tiryapmiz. Adil aka, bayatdan shunday bir parang bo'lib qolgan, ha? Ya'ni Mehray o'sha o'ziniki shirkatlarini tanishtirish jarayonlarida opisininki shu oiladan boshlangan o'sha tijoratning bir gapi bo'lgan. Shunga o'sha onamizning bir ikki qiz yurak so'zini anglab baqsaqmi kerak? Albatta anglaymiz. Almusoq bayroqni marhamat. Salam köpçülük yaxşımızlar. Hemminglarning çağın bayraminglarga mübarek olsun. Men muşu Şinjan Romantik Soda şirketinin kuruluşundan burun 20 yılga yakın yek ticaret altıda üzem elqidek envi pədədə hüner kasbimni davamlaştırıp kelgan. 2018 yılı şu iki kızlarım okuş bitirip şu kasbning istiqbalining nayeti yaxşılığını, bu kasbga qiziqadigan xiyirdalarning nayeti jiqligini ko'z tutib qizlarim shirkat qurdi va nayeti qisqa vaqt ichida intayin yaxshi taraqqiy qildi. Buningdan keyinmi uzun muddatgacha yaxshi taraqqiy qilib, yaxshi davomlashtirganligiga men ishonaman. Romantik şirketimiz ailevi kasıptan kasıpleşken bir şirketke aylanish jarayonida nurg'unlagan issiq suvoqlarni beshimizdan kechirdik. Şirketni sistemali holatda boshqarish jarayonida odam ishlatish, undan keyin zamonning taraqqiyotiga asosan har bir xonim qizlarning yaxshi ko'rishga erishadigan mahsulotlarni ishlab chiqarish, yangilik yaratish jarayonida nurg'unlagan jafo mushaqqatlarni chekdik. Chunki zamonning taraqqiyotiga maslashib, istimal saviyamizninki üstüge ergişip, hanım kızlarımızninki yaxşı görgan narsalarımı her xil buatıdı, süpet jihatdan bolsun, pasun jihatdan bolsun, intayin ilgar holatda taraqqiy qilsak, mavi kasbda o'xshash kasblar intayin ko'p. Biz mushu kasbda intayin sistemlashgan holatda nurg'un jarayonlarni boshdan kechirdik. Shirkatimiz nayt sistemli holatda taraqqiy qilyotdi ham shirkatimizniki her bir bölümleri intayin aniq ayrılgan. Hatta ki en dastlabki loyihadan başlap, loyihani o'zim qilman, kompyuterda uy ishchi loyihasidan tortib, xaridanın yaxshi ko'radigan holatdagi loyihasini o'zimiz qilib, undan keyin loyiha bölüm, e'lon tashviqot bölüm, setish bölüm, odam kuchi boyligi bölüm, barliq bölümler asos jihatdan nayt o'lchamdagi holda ta'sis qilingan. Şirketimizniki yapqush raqs san'ati, uy ishchi raqs san'atidan boshqa 2021 yillik eng yangi turimizning birisi uy ishchini barliq mahsulotlar bilan mukammal holatda saramjonlashtirishni yo'l qo'ydik. Buning ichida masalan bir xaridor uyni bezitib bo'lgandan keyin uning ichiga oila saramjonlari, gilam, yapqush, parda asosli bo'lgan barliq mahsulotlarni birli nuqtada bizningki shirkatdan to'liq bitirib chiqtalaydi. Buningki oldin biz loyihasini qilib beramiz. Siz qanday narsalarni yaxshi ko'rsiz? Yevropa uslubnimi yoki hozirgi zamon uslubnimi? Shu jihatda xaridorning talabini anglab bo'lgandan keyin shu bo'yicha biz loyiha qilib beramiz. 2021-yillik bizningki kelgusi 3 yilning ichida shu markaziy shahar Urumchida intayin
sistemlashgan, intayin azadi muhit bilan o'lchamlashgan holatda mahsulot setib oladigan bir romantik saroy holatda bir barpo qilish nishonimiz bor. 2021 yildagi shirkatimizning eng zo'r taraqqiyotidan birisi bo'lsa, Şinjandagi eng cho'ng uy ishchi bozoriga 300 kvadrat atrofida yangi do'kon qildik. Texim qulaylik bo'lish uchun obraz do'kon holati bo'ldi. Uyninki barliq saramjonlari bir tutash holatda bezalgan holatda bezilyotdi. Az vaqtgacha bezilib, uningki bezaklarim putdi. Uningdan keyin biz yilning 5-yildan shu çay rishtisi programmasininki tajdorligini oldik. Uningdan keyin biz shirkatni texim kengaytirish maqsadida Jula Sosarininki 17-chi qavatiga texim o'lchamlashgan holatda, nihoyat rohat holatda mal setib oladigan, uyni bezitalaydigan shirkatdan ta'sis qildik. 2021 yılı qilmoqchi bo'lgan ishlarimizning qatorida eng dastlabda shu yangilik mahsulotlarimizni bozorga silish, uningdan sirt, ya'ni shu joylarda bizning shu rayonimizningki, yana nurg'un joylarda bizningki romantik obraz do'konlarimizningki ichilishiga vakolatchi chaqirish xizmatini ishlash bizning eng dastlabki qilmoqchi bo'lgan ishlarimizning birisi. Hayatdan bizning çayxonamiz bilan hamkorlashayotgan romantik şirketiniki rahbarlari ham hamkorlashuvchilari bilan naytdi yurak so'zlarimizni deyishdik. Çayxonaniki afzalligi shu. Menga ta'sir qilgan ikki narsa bor bu yerda. Pulni qanday topdingiz? Kim bilan hamkorlashib topgan pul bu? Hukumat bilan. Emgak bilan hamkorlashdingiz. Kuch bilan hamkorlashdingiz. Vujudingiz bilan hamkorlashdingiz. Talashdingiz. Sebzini birisi, beseni birisi, go'shtini bakmıcı birisi degandek qator 30-40 dehqon chorvachilarning mahsulotini biz setib oldik. Biz ma narsa qo'lga keltirgandan keyin ashlarniki mahsulot bilan biz hamkorlashyapmiz. Mahsulot almashtiryapmiz. Uni akirib, anikin to'g'rab qozonga solamiz. Qozonni kim ijod qildi? Ostidagi o'choqni kim ijod qildi? Gaz nereden kelyapti? Gaz nereden keldi? Tarım niplikten yoki qarmay niplikten keldi. O qanchalik ishchi xizmatchilarniki ajr emgigina uyimizga kelyapti. Endi buni so'zlasak bekchiq. Bu butun dunyo hamkorlik bilan go'zalchi. Hamkorlik bilan. Addiy o'zimiz muqaddas bilgan oiladimi, er-ayol ikkisi asli hamkorlikchi. İkisi hamkorlashganda güzel dünyani barpo qila oladi. Agar ikkisi yaxshi hamkorlashamasa, baş og'riydigan sharoitni hosil qilib qo'ydi. Mishning o'zi tipik misollar. Men bayatni anlanib bak xo'sh oldum. O'zlari davatudi. Biz Hualingdek cho'ng shunaqa Shibei Wushinga Jungoning shimoli 5 o'lkaga danqi bor cho'ng bozor. Shuningdan 300 kvadrat metr do'kon ochadigan bak cho'ng ish bu. Obraz xarakterlik hamma mahsulotimiz bor. Hualing kimning? Buni qanchalik odam bizaydi. Bu malni kim bilan hamkorlashib chiqaryapti. Buni men so'zlab o'tirsam, buningki naytiligi ilmiy nuqtadan aytganda yomon jiq hamkorlik bu yerda. Dunyoda yolg'iz bir odam jon boqolmaydi. Trillion pulingiz bo'lsin. Hayotning oxirida uch o'zi ifoda bildiryapti. Biz Şinjan'ın her qaysi joylarini vakolatchi qabul qilib ular bilan hamkorlashimiz kerak. Mana eng chong hamkorlik. İyilik tikilmek asan emas. Sizning ochig'ini mo'ri bildi. İyilik tikiluvchilar haqiqatan go'zal kishilar. Tirishchan kishilar. Xalqdan oz uxlaydi, xalqdan oz tomoq yeydi. Xalqdan jiq g'am yeydi. Oila tashlanib qoladi. Balalar tashlanib qoladi, ota-onalar qarab bo'lmay qolamiz. Nima uchun iyilik tiklaymiz? Boj to'laymiz, nurg'ulg'an xizmatchilarga maosh beramiz. Biz nurg'ulg'an odamning aqli emgi iqtidoridan foydalanamiz. Shunga hamkorlik hammadan muhim. Hamkorlik bo'ladi ekan, hamma narsa vujudga chiqadi. Hozir bizningki hukumatimiz bilan hamkorlikni tashabbus qiladi. Lekin buning ajri bor, buning emgiki bor. Ter aqmig'icha bo'lmaydi. Baxt nereden keldi? Pişananlık yeterdi.
Hem ahırda deydiğinin yana bir gipim. Su içkende kuduk kazınçını unutma deyin gip. Biz endi bayatın bekerek ma yaş balla iyilik nazır söylep bana vatkaşka gipini kıp kaldık. Esti mana kuduk. Lekin bu işki perzentimmi men hoş op kaldım. Bu işki balını şu edimiz kichkindan hem dada hem anılap, terbiyelep, yaxşı okutup, çoğun Miş balla yana özün ata-anasının gipini anlap, yaxşı okup, yaxşı tırışıp, anamның pulunu hacılay emas, anamның tutqa yolunda men teknik kengaytip, iyilik tiklep, romantik şirket kelgisini görük şekillendirip, bütün barlık biz bilen kızıqıdığan, iradesi var, niyetimiz buraya kildiğan, Taraqqiyot nishoni bor odamlar hamkorlashib biz kelgusida zo'raymiz, kengaymiz. Anam qazgan quduqdan millionlagan odam suv ichidan qilamiz deb mana yo'lni besib, shu irodalar mung'ib. Shunga buningdan keyin sizlar shu minnatdorlikni ota-onalarga deysizlar. Ota-onalar kimga minnatdorlik bildirdi degan sizlarni o'qitib tarbiyalagan bizning eng cho'ng minnatdorligimizni bildirdigan partiya hukumatimiz bor. Mushnaq yaxshi sharoit, mushnaq yaxshi afzallik bizga mushnaq dag'dam taraqqiyot yo'lini bermasa biz hech qanday chiqish yo'l topolmaymiz. Aldilan partiyaga rahmat. Hammamizning tirikchiligiga mangu yashnasin, ishlaringlar texmi ro'naq topsin. Rahmat sizlarga. Ay rahmat. Adilka. Xo'sh. Hayat ne yapmış? Romantik deb yaman jaketlarni qilib ketdik hamda. Shu romantikninki o'zini ishlagan bir e'lonni orqali bir yana bir romantik bir holatni bir ko'rib baksak qanday? Qilamiz, qani ko'raylik. Qani. Aile mehr makani. Yarışımlık aile zinnet buyumları şu illik makanga ösün tüs koşkusu. Ailenin kurguçileri mehr muhabbeti bilen şu makanını güllendirse, yarışımlık aile bizekleri en şu muhabbet xandanını romantiklikka ega qiladi. Mehr illik muhabbetlik ailengizga yangicha tuyg'u ato qilguvchi romantik uy ichi zinnet buyumlari. Çayxanamız iş qilib mushu içilgan tunji kunida men bunda hayajonlanib baxmagan, bak hayajonlanib ketberman. Boshda nimani deyishimni bilinmay qolgan. Hozir sal o'zlashib qoldim endi-chi. Mushu mo'tiverlar boyada mehmonlarning xushxuy chiroylari, tabassumlari bilan shunday içilib ketberman. Uning ustiga bizning mushu saboqdoshlar vakillarimizdan yana bir aylan kelgan emasmi? Mening mushu cho'lpan saboqdoshlarim bor aka. Sizlar ko'rdingizlar-ku? Yoshlarimiz orasida esil naqshlari bilan, esil ijodiyatlar bilan shunday tonilib, hozir hammamizning yurak ta'rlarini titritib kelayotgan mening suyimli saboqdoshim, tanliq naqshchimiz Dilara Abdushkurmi tunji sonimda mana shunday choy ichib o'ltiryapti. Dilara mo'de quruq kelmadi deb o'ylayman. Marhamat. Salam aziz mehmonlar, salam ustozlar, salam karxanchilar, ekran oldidagi sevimli qarindoshlar, hammanglarga men Dilara Abdushkurdan o'tliq salam, chag'ininglarga muborak bo'lsin. Bugungi bu Çay Rishtisi programmasining tunji sonida qatnashib intayin xush bo'ldim. Saboqdoshim Savardinning bundan keyingi ishlariga texmo barkat tilayman. Night isil yaxshi choylarning bozorga selibapti, xush bo'ldik. Oliy maktab vaqtimizda dars arliqlarida saboqdoshlarim hammasi mening quruq etgan naqshamni shunchaki yaxshi ko'radi-da. Bugun shu 58 saboqdoshimga vakolatan sana oldi bilan bir kuplet o'zimning bir yurak so'zim bo'lgan xalq naqshamdan birini ep keldim. Ikki to'shqan ochsangiz bala bir nima Manga berini berseniz Hacep içim ağrıydı Yolda yalğızman seniz Hacep yürek ağrıydı
Yolda yalğızman seni. Rahmet. Ondaq bolsa bugünkü tunji san programmaga usulluq naqshamni ep keldim. Yaqtirib anlagaysizlar, usulga tushpasanlar xush bo'laman. Rahmat. Acayip. Rahmat ha. Bugün mana çayxonamiz shu ajoyib qizidi, biroq mehmonlarimiz bugun qiymayotgandek turdi. Bunda o'ylab baqsam, shundaqlar qiziydigan bo'lsa, bu çayxonamiz mehmonlarimiz soatning necha bo'lganini tuymaydigandek turdi, aka. Qaytmaydigan sorun yo'q, yig'ilmaydigan dasturxon yo'q degan bir gaplarimiz bor-ku. Bunday bo'lgandan keyin bugun endi vaqt bilan çayxonamiz mishani taqab, yana bir qitimliqni yana ichib, yana yangi mehmonlarimizni kutib olsak, menimcha to'g'ri olamigi deb o'yladim.